Keling, kino ko'ramiz. Men o'z sevgan qizimni o'ldirganman. O'tib ketsam maylimi? Bu dunyoda kimdir haq, kim nohaq, buni hech kim hal qila olmaydi. Bunaqa boyvachchalarni ota-onalarichi faqat hisob-kitob bilan yashashadi. Bularga insonning taqdiri, qadr-qimmati, hammasi, mehr-muhabbati Hayotga tashlanma, hayot umidsizga qiyindir, taqdiring. Voy, g'alati bo'lib ketdim-ku. Bilmaysizlarmi, o'zi bunaqa palakat rollarni o'ynab bo'lmaydi. Irimi bor. Yo'q, Eshitmaysanmi? sen shunaqa deb o'ylaysizmi? Voy, men o'ynamasdim, lekin to'g'risi. Bechora aktyori rosa qiynashib turgan. O'zlaridan so'raymizmi? O'zlaridan? keladigan bo'lsangiz, Suryona filmi juda bir elga manzur bo'lgan filmlardan. Xudo rahmatiga olsin, Bahrom Yoqubovni o'sha ilk bora olayotgan filmlardan biri bo'lgan. Qasd qilib o'ldirish uchun olib ketayotgan joyida shu rahmatli Bahrom akaga bir taklif kiritgan edim. O'sha og'izlari, lablari qimillagan holatda o'sha ko'zidagi o'sha vahima bilan o'ziga o'zi o'limi yaqin ekanligini his qilgandan keyin janoza o'qishlari. Aktyor o'layotgan sahnani o'ynashi yoki nogironlik aravachasiga o'tirishi uni hayotiga, taqdiriga qanaqadir ta'sir ko'rsatadi deb qo'rqishar ekan. O'zi rostdan bor gapmi shu? Sizga qanaqadir ta'sir bo'lganmi? Men mana shu 40 yilga yaqin ijodiy faoliyatimda necha marta o'lib, necha marta tirilganman. Chunki mana Gamlet spektakli qariyb 100-200 martalab ketgan bo'lsa, har ijroda sahnada o'sha o'lim sahnasini o'ynaganmiz. Bu bizning kasbimiz, ishimiz. U bilan endi ertaga men o'lib qolishim mumkin degan vas-vas bilan yashab bo'lmaydi-da. Men maslahatim, agar shu san'at ijod olamiga kirib kelayotgan o'g'il qizlarimiz shunday hadik bilan yurgan bo'lsa, bu bekor gap. Siz bilan bitta jamoada ishlayotganimdan juda ham xursandman. Rahmat. Baraka topinglar. Ana shunaqa gaplar. Meni esla